Bir chet ellik bilan bo'lgan qisqacha suhbat. Avtori Abdurahim G'ani. Yolg'iz kishilik namoyish jarayonida har xil savollarga duch keldim. Bu savol meni xeyli o'ylantirdi. Bir chet ellik shundoq so'rdi. Wang Jin sizlarning vatanga besib kirganda Uyg'urlarni qora qo'yuq qirg'in qilgan. Hatta yig'layotgan kichik bolami Wang Jinning ismini anglasa, yig'isidan to'xtab qoladi ekan. Wang Jin Qashqarga kelganda masjidlarni Uyg'urlarga chiqishga majburlab, "Qani, sen ibodat qilayotgan Xudoyingni chaqira. Sana yordam qilamdu. Chaqa masjidingni" desa, hech qarshilik qilmay, masjidlaringlarni o'z qo'linglar bilan o'zinglar chiqib tikansizlar. Buni qanday tushundirsa? Uyg'urlar o'zinglarni ixlosman musulmon deb o'ylaysizlar-yu, ammo muqaddas dininglar, g'ururinglar dafsanda qilinsa, hatto o'zinglar ibodat qilayotgan muqaddas masjidni chiqishga majbur qilinavassa, shu masjidni chiqishga qo'lga tutqizib qo'ygan asbob bilan ko'krak kerib, o'ttirg'i chiqib, "Hey kofir, sen nima deyapsan?" deb qarshilik bildirmabdikansizlar. Sizlarda qarshilik qilish ro'yi bormi yo'q? Zulmga uchirganinglarda, dininglar, g'ururinglar dafsanda qilinganda, qarshilik qilib o'lib ketsanglar, buning naqadar sharaflik o'lim ekanligini bilmamsizlar? Sizlar dininglarni yaxshi bilmaydi ekansizlar. Badal to'lashning nimaligini texmi bilmaydi ekansizlar. Shunga sana tavsiyarim, mustamlikada qolgan millatning mustaqillikqa qandoq erishganligini, qandoq badallarni to'laganligi haqida ko'proq izlan. Mustaqillik quruq shuarga, orzu havaslarga, hayajonga keladigan narsa emas. Balki adolat, haqqoniyat uchun zulmga qarshi izchil to'lagan badalga keladi, deydi. Ota-onasining, urug' tuqqanlarining izdirikini qilolmagan boshqa Uyg'urlar nima uchun amaliy harakatga o'tib, sana o'xshash qo'lidan keladigan, hech nima talab qilmaydigan bir ishni erkin davlatda qilolmaydi? Nima uchun Xitoylarni jazo lagerda begunoh yetayotgan urug' tuqqanlarining rasmlarini ko'tirib, o'z davlatidagi parlament binosining oldiga kelib, kunlab, oylab, tinch shakllik namoyish qilib, shu davlatdagi xalqning hissdoshligini qo'lga keltirishga, cho'ng axborot vositalarining qo'llashini qo'lga keltirishga tirishmaydi. Qarag'ina bu daraxtga chaplangan, yo'qab ketgan mushuk izlash e'loniga. Mushuk haqida shu qadar tafsiliy ma'lumot bor. Sizlar iz derkini qilolmagan o'z ota-onanglarning, urug' tuqqanlaringlarga ega chiqib, mushuk izlaganchilik izdirikini qilmasanglar, ota-onanglarning sizlarga bergan haqqini qandoq ado qilasizlar? Hatto Uyg'urlar sizlarga zulm qilayotgan Xitoylarga qarshi harakatga o'tmay, sizlar bilan qilchi munosabati bo'lmagan Iroqdagi islom davlatiga, Suriyaga berib urush qilsizlar. Sizlarning dininglarda kim zulm qilsa, shuningdan qisos ilinglar deb tursa,
sizlarga zulmmi qilmagan, hatto sizlar uchun bir ig'izmi axborot vositalarida sizlarning beshinglarga kelgan zulmi dunyoga anglatmagan arablarga naqadar amaliy harakatinglar bilan yordam qilib o'zinglarni xalqaroga terrorist deb bahona bo'lib berishga sabab bo'ldi ekansizlar. Sizlarda siyosiy kalla bilan ish qiladigan, dunyoning siyosiy vaziyatini yaxshi tushunadigan, Uyg'ur davosini xalqaroning siyosiy atmosferasiga moslashtirib elib boradigan liderlar yo'qmi? deb savollarni yog'diribdi. Bu qisqacha suhbat menga nisbatan bir tarbiyaviy ahamiyati bor dars bo'ldi. Nurg'un masalalarni his qildirdi. Ham bu haqda tafsili sovuqqonlik bilan o'ylanishga majbur qildirdi. Hatto yolg'iz kishilik namoyishni davomli qilishdagi irodamni kuchaytdi. Burun chet elliklar bizni tushunmaydi deb o'ylaydim. Aslida biz o'zimizni tushunmaydi ekanmiz. Chet elliklar bizni xeyli obdan tushunadi ekan. Uyg'ur haqida xeyli ma'lumoti bor ekan. Mushundoq bizning tariximizdagi ishlarni biladigan chet ellik bizning hozirgi chet eldagi tashkilotlar o'ttirsidagi ziddiyatdan kelib chiqqan rasvochiliklarni bilmay qolamda. So'zlasam gap to'la. Shunga namoyishni yolg'iz qilsa, his qilgan ishlar ko'p bo'ladi ekan. Nurg'un odamlar bilan ham suhbat bo'ladi ekanman. Shunga izchil davomlashtirish qaroriga kelgili xeyli bo'ldi. Qani tordagi yozmalari orqali vatan millatni qutqizmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz qachongacha ota-onasining, urug' tuqqanlarining izdirikini qilib, amaliy harakatga o'tmay, yanala bir-biridan qusur tepib, oqtog'liq, qortog'liq bo'lib, zehnini, ma'naviy energiyasini Xitoy tajovuzchilariga qaratmay, o'zaro bir-biriga qartayotgan qarindoshlar. Buningga nima deydi ekan? Zulmni Uyg'urga anglitishdan chet elliklarga anglitadigan amaliy harakatga o'tayli. Hammamizning kamchiligimiz bor. Kamchiligimizni ko'rmay, ortiqchiligimizni ko'rayli. Nemishqa Xitoydan bir narsalarni qizg'inolmaymiz, talashmaymiz. Ammo o'z qarindoshlarimiz bilan kichikkina bir ishda kelisholmay qolsak, qizg'inib, bir-birimizning aybini ichib, til ahonat yog'dirimiz. Kichikkina amaliy misol. Ota-onamizdan miros qolgan zaminni o'z akufkillarimizdan, och-sing'illarimizdan talishib, tam chaqsa, bir g'irishmi kelmaydigan yerning davosini qilib, sotmi-sot arz qilib, umr bo'yi ziddiyatlashib, gap qilishmay, hatto to'y-to'kin, o'lim yetim ishlariga bormaymiz. Lekin Xitoylar shuncha munbat zaminimizni besib olsa, zaminimizdan haydab chiqarib olsa, korimiz yo'q. Mening beshimga kelmagandikin deb, amdicho butun millatning beshiga keldi. O'yg'onayli, qarindoshlar. İttifaqlashayli. Butun zehnimizni Xitoy tajovuzchilariga qartib, jazo lagerlarida ingravotgan millatimizning ahuzarini dunyoga anglatib, jazo lagerini taqashqa dunyoni harakatga keltirayli.